Sen? Ödüğünü bak, seni aldığını düşmanlık yani kemedim. Seni öldürüp beni boynum gibi iş olacak. İş olmasa güzel. Bilet, hiç kim yok. Ketdi. Sen bu narsani qayerdan bilding? O'rtamizda adovat tufayli men seni soyingga aylanganman. Yemagan somsamga pul to'lab o'rganmagan. Men sendan bitta jon qarz bo'ldim. Lekin sen bilan erkakcha hal qilgan ishimiz qolib ketgan. Sen erkachasiga hal qilasan. Qani yur bo'lmasam, ko'raylik. O'zlari erkakcha hal qilishib oladi. Tushunmadim. Oybek, aralashma. O'zlari hal qiladi. Umordan chiqdingmi? Umorimdan chiqdim. Bir-birimizga bo'lgan adovatni bas qilaylik. Birlashsak, bizga kim chuqur kavlagan bo'lsa, o'zini ko'mamiz. Haqiqiy erkak bo'lakansan. Seni men yomonlaganlar dushman ekan, sen emas. Ma. Bugundan kutamiz. Tinchlikmi Said? Jiyaningiz Bektoshga suiqasd uyushtirildi. Senga yonidan jilma deganmidim? Dovud! Og'a, Davudning bunga aloqasi yo'q. Xoin ichimizda. Shoh, Bektoshdan qasding olish xohlamiding? Ha, Turki. Bektosh bilan Dovud bir-biriga qasdlashib qolgan. Ha, yaxshi. Sen o'ldirsang, sendan hech kim shubhalanmaydi. Hamma Dovuddan shubhalanadi. Bektoshning o'rniga men o'tirsam, senlarga ham ancha yaxshi bo'ladi. Yana o'zlaring bilishasan. Bektosh. Tohir. Ha, shoh tinchlikmi? Islomni top. Unga ish bor. Hop. Tulki. Bektosh xoinning kallasini so'rayapti. Bermasak tartibsizlik kelib chiqadi. Bektoshga otilgan o'q menga kelib tegadi. Ko'payda yer taydan bo'lsa ham topchi. Hop. Bilet. Bitta ishda eplasham bor. Meni pasport bilan vizam qani? Sen eplolmading, biz epladik. Bu qilgan xizmatingni tog'a hech qachon unutmaydi. Said, tog'ani xizmatidamiz. Tog'aga salomimni yetkazib qo'y. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Kejiyan. Tog'a, menga suiqasd uyushtirildi. Xoinni so'rab keldim. Jiyan. Senga otilgan o'q menga ochilgan urushni belgisi. Tog'a, xoinni ruxsat bersiz. O'z qo'llarimni o'ldirmoqchiman. Jiyan. Sen qo'lingni xoinni qoni bilan bulg'ama. Said. Tog'a kechiring. Tog'a. Said. Bilasanmi, itni nima uchun baqaman? Chorvami, mulkimi qo'riqlasin deb. Agar itim menga sadoqatsizlik qilsa, bo'ynidagi tasmasi bilan o'zini bo'g'ib o'ldiraman. Said, xoinni ko'zimdan yo'qot. Izi ham qolmasin. Bektosh, ortingdan qanaqa dumlarda yetalab kelding? Ismi Dovud. Menga suiqasd bo'lganda jonimni saqlab qoldi. Ishonsak bo'ladi. Tosh, hammaga ham ishonaverma. Shu kunlarda katta partiyada mol kelishini rejalashtiryapmiz. Harakatingni qil. Xo'p.
Doktor, hamma tovar joyidami? Hamma tovar joyida. Pullari joyidami? Tushunmadim. Qani adilgan mol? Tosh, o'zingni bosib ol. Hech qanaqa mol yo'q. Tog'a, mol kelishiga hali vaqt bor dedi. Unda hozir qanaqa tovar kelyapti? Hech qanday tovar yo'q. Bu ishda bizga kim sodiq emas shuni aniqlash uchun. Agar Bektosh va u yetalab kelgan odamlarda noto'g'ri harakatini sezsang, hammasini o'ldir. Unda jiyaningiz Bektoshchi? Agar zahar barmada bo'lsa, butun tanaga tarqamasligi uchun u barmani chopamiz.